Barselona muxlislari uchun noxush xabar. Bugungi video Robert Lewandowski haqida. Unga nisbatan juda ham katta adolatsizlik bo'lmoqda. Robert Lewandowski Barselonani tark etmoqda. Robert Lewandowski Barselona safida juda ham yaxshi harakat qilayotgandi. Lekin ming afsuski, mavsum so'ngida u yuqori formada Barselona safida harakat qila olmadi. Birin-ketin gollar ura olmadi, assistlar qayd eta olmadi. Bir qancha Barselona muxlislari tomonidan heytlarga uchradi. Robert Lewandowski aslida eng yuqori pik formasida juda ham katta klublar unga qiziqayotgan paytda Barselonaga keldi va og'ir sharoitda Barselonaga yordam berdi. Barselona muxlislari esa bu Lewandowskining qilgan ishidan juda ham xursand bo'lib, yelkasidan tog' ag'darildi. Lekin ming afsuski, yosh o'tganidan keyin Lewandowski Barselona safida gollar urishga qiynalib qoldi. 90 daqiqa futbol o'ynashga qiynalib qoldi va arzimagan har xil xatolar evaziga Barselona muxlislaridan tanqidga uchradi. Lekin biz Lewandowskini hech qachon unutmaymiz. Lewandowski biz uchun haqiqiy gollar mashinasi. U Barselonada o'ynaganidan biz faxrlanamiz va Lewandowskiga rahmat aytamiz. Biz seni aslo unutmaymiz. Sen doimo yuragimizdasan.